O'yladimi? Yamal pas beryapti. Mana bunaqa kirib borishlar va penalti. Oxirgi daqiqalarda penalti. Atletico ushlandi. Pedri kirib bordi va tanaffusga juda komfort kerakli kambekka undovchi hisob bilan chiqib ketishi mumkin hozir kataloniyaliklar. Atletico. Takroriy lavhani ham kutamiz, balkim chiziqdan bu yoqda bir narsalar bo'lgandir. Yo'q, chiziq emas, ichkarida. Ochiqcha qoida buzilishi. Kontakt bor. Pedri kirdi. Pedri ishga aralashgandan keyin shunaqa bo'ladi. Va Rafini tepmoqchi. Rafini boya rosa harakat qilib ko'rdi, endi hisobni o'zgartirib jamoani yana ruhlantirib olib chiqib ketishi mumkin. Flik rostdan ham telba do'stlar. Va uning shogirdlari Barselona jamoasi ham usluban qaytmayapti. Futbolning jozibasi. Endi Musso Ademola Lukman ura olmadi va 1 daqiqada hujum nimadir bilan tugaydi deb taxmin qilganimizda penalti bilan tugadi. Ruxsat berildi. Beriladi. De Burgos xushtak chaldi. Sardor Hindu zarba gol va 2-0. Do'stlar, tanaffusga Barselona kerakli natija bilan chiqib ketyapti. Ya'ni uning niyati shunaqaroq bo'lgan. 4 ta gol urib tashlash bo'lmaydi endi umuman himoyalanayotgan jamoaga. Mana shu joyda to'g'risini aytish kerak do'stlar, ikkita futbolchi Barselonada butkul ajraladi, Yamal hamda Pedri. Ular gollarning ijrochilari bo'lishdi. Rafini urdi, gap so'z bo'lishi mumkin emas, jamoa sardori, lekin bu avtobusni buzishda aynan Yamal hamda Pedri rol o'ynadi. Xo'sh, Flikni bilamiz tanaffusda nimalar deyishini, lekin Diego Simeone endi nima deydi? Bu juda ham qiziq. Birozdan so'ng qaytamiz, Zo'r TV kanalida yana ko'rishamiz. Uxlab qolish bo'lmasin, uxlab qola olmaysan menimcha bunaqa natijadan keyin. Tin olaylik.